Aralashmalarni ajratish usullarini ko'rishda davom etamiz. 4-chi ajratish usulimiz bu bug'latish. Bug'latish nima? Bug'latish bu eritmadagi suyuqlikni bug'lantirib, undagi qattiq moddani ajratib olish usulidir. Demak, bug'latishga asosiy ajratib oladigan moddamiz, ko'zlangan maqsad suyuqlikda erigan qattiq moddani ajratib olish. Suyuqlikni bug'lantirib yuboramiz. Tushunarli? Bug'lantirib yuboramiz. Suyuqlikning bizga qizig'i yo'q. Ushbu usulda eritma qizdiriladi, suyuqlik bug'lanadi, natijada erigan modda qoldiq sifatida idish tubida qoladi. Misol sifatida tuzli suvni qizdirib, suvni bug'latish orqali quruq tuz olinadi. Sanoatda dengiz suvidan osh tuzi olishda keng qo'llaniladi bu usul. Mana e'tibor bering, mana bu yerda jarayon tasvirlangan. Osh tuzi eritmasini tayyorlab olyapmiz va demak, bu osh tuzi eritmasini mana bu spirt lampasi yordamida qizdiryapmiz. Mana suv bug'lanib chiqib ketyapti. Natijada idish tubida osh tuzi kristallari qolyapti. 5-chi ajratish usulimiz bu ma'lum va mashhur bo'lgan distillash. Distillash nima? Har xil qaynash haroratiga ega suyuqliklarni bug'lantirib, so'ng kondensatsiyalash orqali ajratish usuli. Demak, har xil qaynash harorati bu yerda asos qilib olinadi va albatta suyuqlik bo'lishi kerak ikkala modda ham. Xo'p, jarayon qanaqa? Past haroratda qaynaydigan suyuqlik birinchi bug'lanadi va sovitilib, alohida qayta yig'iladi. Mana shu mexanizm shu. Bu uchun nima qilamiz? Mana e'tibor bering, gomogen aralashma bor. Mana bu yerda tasvirlangan gomogen aralashma bor. Ikki suyuqlik aralashgan, misol uchun spirt va suv. Siz buni mana bu spirt lampasi bilan qizdirgan vaqtingizda birinchi qaynash harorati past bo'lgan modda spirt ajralib chiqadi. Spirt bu yerda C2H5OH etil spirti. Etil spirtning qaynash harorati 78 gradus Selsiy. Suvning qaynash harorati esa 100 gradus Selsiy. H2O. Tabiiyki, buni 80 gradusga misol uchun ushlab tursangiz yoki 80 emas, aytaylik, 90 gradus Selsiyga ushlab turadigan bo'lsangiz, birinchi faqat etil spirti bug'lanib chiqib ketaveradi mana bu yerdan. Keyin sekin mana bu yerdan sovutasiz va qayta mana suyuqlik holatiga bu yerga ajratib olishingiz mumkin. Xo'p, sovutish uchun kondensator vazifasini sovuq suv bajaradi. Ya'ni kran orqali mana bu shlang bilan siz sovuq suvni ulab qo'yasiz. Sovuq suv bundan aylanib, albatta ichidan ketmaydi. Maxsus prujina sifat demak qismi bo'ladi. O'sha joydan aylanib, natijada mana bu demak qismni sovutadi va o'zi isib qoladi-ku, to'g'rimi? Keyin issiq suvni bu yoqdan chiqarib yuborasiz. Demak, bizga distillash usulida chiqib ketadigan qism ham muhim. Bug'latish usuliga e'tibor bersangiz, chiqib ketadigan qism muhim emas edi. Misol, suv ketyapti. Distillash usulida chiqib ketadigan qism bizga kerak. Tushunapsiz? Xo'p, bu usulda neft fraksiyalariga ajratish, spirt va distillangan suv olishda keng qo'llaniladi bu usul. Sanoatda albatta. Yoki laboratoriyalarda ham qo'llasa bo'ladi, misol distillangan suv olish va hokazo. Xo'p, distillangan suv xuddi mana shu usulda olinadi. Distillangan suv deb eshitgansiz, to'g'rimi? Toza suv bo'ladi, uni tarkibiga hech qanaqa qo'shimchalar bo'lmaydi. Ayni mana shu usulda olinadi. Navbatdagi usulimiz bu kristallash deb ataladi. Bu sizga yangilik, diqqat bilan tinglang. Kristallash bu nima? Kristallash bu eritmadan moddaning kristall holida ajralib chiqishiga asoslangan ajratish usulidir. Bu usulning mohiyati nimadan iborat desangiz, bu usul odatda qattiq moddalarni eritmadan diqqat qiling toza holatda ajralib chiqishini ta'minlaydi. Bug'latish usulida esa faqat suyuqlikni ajratib yuboriladi. Agar erigan modda bir nechta bo'lsa, diqqat qiling, erigan modda bir nechta bo'lsa, ular aralashma tarzida qoladi. Misol uchun aytaylik, osh tuzi, natriy xlor, erigan shakar, erigan suvda bular. Uchalasi aralashib qolgan. Men aytyapmanki sizga, hurmatli faloncha, natriy xlorni alohida, shakarni alohida qilib ber desam, siz nima qilasiz? Sizni yodingizga kelgan usul bug'latish. Bug'latish usulida suvni chiqarib tashlaysiz.
natriy xlor va shakar qoladi. Keyin siz nima qilasiz? Natriy xlorni alohida, shakarni alohida qilib qo'lingiz bilan terasizmi? Mana men 100 kunda natriy xlor va shakarni alohida ajratib bo'ldim deb alohida video olib, shunaqa qilasizmi? Yo'q, albatta qilolmaysiz bunaqa. Ular juda ham aralashib ketgan bo'ladi. Qolaversa rangi ham bir xil aksiga olib va juda mayda ular. Nima qilamiz? Savol desa, kristallash usuli yordamga keladi o'sha vaqt. Xo'p, bu uchun nima qilamiz? Bu uchun avvalambor bularni mana maxsus idishimiz bo'ladi. Tasavvur qiling. Mana shunday mana shu aralashmamiz bor. Natriy xlor, shakar, suv bor. Natriy xlor, shakar, yozaman, plus suv bor. Birinchi qiladigan ishimiz bularni tagidan ozgina olov beramiz. Ozgina olov. Faqat suvni chiqarib tashlashimiz kerak bu yerda, lekin hammasini emas. Ya'ni qizdirasiz, qiyom holatiga keladi. Qiyom holatiga keladi. Ya'ni suvi suvsizlanib, konsentratsiyasini oshirib olasiz eritmani. Tushunarli? Hop. Konsentratsiyasi oshdi mana. Suv bug'lanib ketdi ozroq qismi. Endi nima qilasiz? Endi shu yerda qizdirishni to'xtatasiz va sekinlik bilan qanaqadir yog'och qo'yamiz va sekinlik bilan ipchalarni tashlab chiqamiz mana. Oddiy ip. Xo'p. Endi bir necha kun qoldiramiz. Odatda 7-10 kun atrofida qoldirasiz buni. Bir necha kun qoldirganingizdan keyin va buni shunday qarasangiz bir ajib hodisa yuz beradi. Mana bu ipga mana bunaqa kristallar o'sganini ko'rasiz. Kristallar o'sadi. Ana bu nimasi? Buni ko'rib siz hayron qolasiz. Nima bo'ldi desangiz, mana shu kristallash degan o'zi bekorga emas edi, mana kristallandi. E'tibor bering, modda kristallandi. Bu yerda natriy xlor va shakardan bittasi, misol uchun shakar kristallanadi. Tushundingizmi? Ipga bog'lanib o'sadi. Kristal o'sish deyiladi bu. Kristal o'sadi. Moddalar odatda kristallanayotgan vaqtda toza holda kristallanadi. Misol uchun mana bu natriy xlor, shakar molekulasi. Bular bitta idishda-yu. Shuni natriy xlor ham endi shakar aka, men ham shu sizga qo'shib kristallanay deb mana bu yerga kelib qolsa, yo'q deydi, bor kuningni ko'r deydi. Bir uradi, mana bu chiqib ketadi bu yerdan. Tushunasizmi? Demak, bu chiqib ketadi. Yana natriy xlor molekulalari kristallanishda shakar molekulalari kristallanishda davom etaveradi. Ya'ni o'lcham jihatdan va hokazo boshqa parametrlarni inobatga olib, ya'ni moddalar kristallanayotgan vaqtda bir xil molekulalar kristallanishga intiladi. Orasiga begonani odatda qo'shmaydi. Tushunyapsizmi? Natriy xlor xafa bo'lib, pastga qolib ketaveradi. Qarabsizki, shakar va natriy xlor ham ajraldi. Tushunyapsiz? Siz bilgan, mana shu kristallash deyiladi. Siz bilgan novot, e'tibor bering, mana bu nimanidir esingizga solmadimmi? Novotni esga soldi. Novot ham xuddi shu usulda tayyorlanadi. Novotga e'tibor bersangiz, ichiga ipi bo'ladi. O'sha ipni o'ylab ko'ring, tayyorlab keyin solib qo'ymagandir ichiga, to'g'rimi? O'sha ip mana shu jarayonda ichiga qolib ketadi-da. Xo'p, o'ylaymanki buni tushundingiz-a, kristallashning mohiyatini. Xo'p, misol uchun novot kristallash usuli yordamida tayyorlanadi. Bunda avval shakar eritmasi tayyorlanadi, eritma bug'lantirib to'yintiriladi boyaga aytganimdek. So'ng asta-sekin sovitiladi. Sovigan eritmadan bir necha kun ichida, odatda 7-10 kun davomida katta va tiniq shakar kristallari novot ajralib chiqadi. Gap isboti bilan degandek, mana ishonmasangiz, o'sha novot ajralib chiqish jarayonini haqiqiy tajribadan olingan suratlari keltirilgan. Birinchi kun mana to'yingan novot shakar eritmasi. 6-kun e'tibor bering, bu yerda demak, ip sifatida mana bu ip o'rniga mana bu cho'pni ham tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Oddiy qalam, misol uchun. Endi cho'p bo'lsin, misol. E'tibor bering, mana birinchi kun hech narsa yo'q. Cho'pga hech nima kristallanmagan. 6-kun mana bu kristallar ancha o'sganini ko'rishingiz mumkin. 10-kun esa juda ham bahaybat va chiroyli mana bu
novot kristali paydo bo'ldi.